Farg'ona FM javob beradi loyihasi. O'zingizni qiziqtirgan ijtimoiy-iqtisodiy va huquqiy savollarga javob olishni istaysizmi? Unda 243 66 56 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib, o'z savollaringizni qoldiring. Mutaxassislardan javob olasiz. Bugungi savollarga O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi Farg'ona viloyat hududiy birlashmasi sektor boshlig'i G'ayrat Mamatqulov javob beradi. Qo'qon shahridan Odina Abduvaliyeva quyidagi savolni yo'llagan. Iste'molchilar uchun kommunal idoralarning rasmiy saytlarida tashkil qilingan shaxsiy kabinetlarning ahamiyati nimalardan iborat? O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasining 1091 qisqa raqamli ishonch telefoniga kommunal xizmatlar, ya'ni elektr, gaz, suv ta'minoti iste'molchilaridan ularga hisoblangan asossiz qarzdorliklar masalasida turli murojaatlar bo'lib turadi. Murojaatlarni o'rganish jarayonida esa bugungi axborot asrida aksariyat hollarda iste'molchilar yuqoridagi xizmatlarni ko'rsatuvchi idoralarning rasmiy saytlarida o'z shaxsiy kabinetlari tashkil qilinganligini bilmasliklari yoki ushbu qulaylikka e'tiborsizlik bilan qaralishi holatlariga duch kelinadi. Misol tariqasida ichimlik suvi iste'molchilari uchun o'z suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatining o'z suv.uz rasmiy saytida tashkil qilingan iste'molchi shaxsiy kabinetini olib ko'raylik. Iste'molchi mazkur kabinetga vaqti bilan kirib, suv hisoblagich ko'rsatkichlarini kiritib borishi talab qilinadi. Unda ushbu ko'rsatkichlarni o'z vaqtida kiritib borilmasligi yoki uzoq vaqt kiritilmasdan qolishi esa dasturga iste'molning o'rtacha ko'rsatkichlar kiritilishiga va buning natijasida asoslanmagan qarzdorlik summalarining yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu o'rinda kommunal xizmatlar iste'molchilariga o'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati, hudud gaz ta'minoti aksiyadorlik jamiyati, hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati kabi kommunal idoralarning rasmiy saytlarida iste'molchilar uchun shaxsiy kabinetlar tashkil qilinganligi, mazkur kabinetlarga vaqti bilan kirib shaxsiy hisob raqamlarida bo'layotgan o'zgarishlardan doimiy xabardor bo'lib borishlarini, shuningdek lozim o'rinlarda tegishli ko'rsatkichlarni kiritib borishlarini so'rab qolamiz. Farg'ona FM javob beradi loyihasi. O'zingizni qiziqtirgan ijtimoiy-iqtisodiy va huquqiy savollarga javob olishni istaysizmi? Unda 243 66 56 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib, o'z savollaringizni qoldiring. Mutaxassislardan javob olasiz.